Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bormisizlar, omonmisizlar? Yangi yilga mana yangilik bizda Shpirgi Pro Max 17 buyurtmalar olaveramiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 talik varianti. 12 talik 15 talik qilsak jo'qinlik bo'lib ketar ekan, 10 taligi normalniy. Xullas mana bunday dastalardan mana 12 tasidan 10 tasidan tashkil topgan bo'ladi. Narxini kelishamiz. Dastavka qilib beramiz 10 tadan ko'p olganlarga narxini kelishamiz. Shpirgini umri uzoqroq bo'lish uchun nima qilish kerak? Shpirgini umri uzoqroq bo'lish uchun qaynagan suvga tuz solasiz. Botirib olib, shu bunday qilib turib, g'ish bostirib qo'yasiz. Bir 4 ta, shu 2 soat, 3 soat tursa yaxshi bo'ladi. Shpirgini umri uzoqroq bo'ladi. Shpirgini urug'i ham bor, kerak bo'lsa agar, poyasi ham bor, kerak bo'lsa agar, o'zi ham bor, kerak bo'lsa agar. Mana Shpirgi Pro Max. Sog' bo'lasizlar.